Ko'pchilik parranda boquvchilar qishda meni tovuqlarim tuxum qilmayapti, bunga qanday yechim qilsam bo'ladi degan savolni kommentariyaga ko'p yozishadi. Ya'ni bugungi videomizda hamma parrandalar ham emas, aynan bugun videoda aytib o'tiladigan parrandalar qish faslida ham sizni xonadoningizda, dasturxoningizda tuxumlar bilan boyitishi mumkin. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, parranda ishqibozlari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomizda qish faslllarida ham bemalol tuxum olishingiz mumkin bo'lgan parranda turlari bor. Shularni sizlarga qisqacha obzorlarni qilib beramiz. Videomiz yoqsa albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bugungi videomiz shu parranda turi haqida bo'ladi va bularda sotuvda mavjudlari ham bor. 120 ta atrofida to'liq ma'lumotni video davomida ko'rishingiz mumkin. Marhamat, videoni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bo'lmasam biz videoni boshladik. Ya'ni ko'rib turgan parrandalaringiz Cerebrisi Adler, ya'ni yunoncha so'zdan olingan bo'lib, egam donimni berib tursa faqat tug'aman degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bu yerda ikki xil partiyadagi adlerlar bor, 7 oylik va 9 oylik. Ikkala partiyaning makonlari ham tuxumlashga kirgan, ya'ni tayyor tuxumlab turgan variantlari, ya'ni yosh oyligini aytib o'tganimizning asosiy sababi shuki, qari parrandalar nisbatan tuxumlash foizi tushib boradi. Bular esa yosh, yangi tuxumga kirgan parrandalar, shu narsaga ham e'tibor berib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Bu yerda jami 120 ta atrofida xo'roz va makonlar bor. Egalari bo'lardi 5 ta makonga bitta xo'roz qilib sotishni rejalashtirib qo'yishgan. Agarda kimga ma'qul keladigan bo'lsa, pastda raqamlarni chiqarib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Narxlari esa 210 ming so'm deyilyapti, albatta kami bor. Manzil Toshkent viloyati Chinozda joylashgan. Pastdagi raqam egalarining raqamlari. Yemishlari, soliqlari hammasi joy-joyda. Mana ko'rib turishlaringiz mumkin. Gnezdoda adlerlari tuxumlari. Ko'pchilik adlerni tuxumlarini mayda deyshadi. Haqiqatda dastlabki tuxumga kirgan 10-15 kungacha qo'yadigan tuxumlar maydaroq bo'ladi, lekin mana ko'rishingiz mumkin, bularda o'sha tuxumlari yirik holatda, bemalol inkubatsiya sharoitiga ham, jo'ja ochirishga ham yaroqli bo'lgan tuxumlar. Tovuqlarimiz 100% sog'lom holatda, vaksinalari qilingan, hech qayerda hech qanday muammosi yo'q. Endi qisqacha bu zotni hali oldin ko'rmagan, boqmagan, bilmagan kuzatuvchilarga ma'lumotini aytib o'taman. Bu zot Rossiyadan kelib chiqqan bo'lib, hozirda asosan bu zot tuxum yo'nalishida boqilyapti. Yillik 250 ta atrofida tuxum. Xo'p, go'sht yo'nalishida boqadigan bo'lsangiz, xo'rozlar yaxshi parvarish bo'ladigan bo'lsa 4 kilogacha, makonlar esa 2,5 kilogacha go'sht beradi. Ko'rinishiga, chiroyiga havas qiladigan aka-ukalarimiz esa, xo'p, chiroy uchun ham boqishyapti. Ya'ni dekorativ turda ham boqsangiz bemalol arziydigan tovuq turlari. Chunki dumlarini uchi, qanotlarini uchi qop-qora va bo'yinlarida o'ziga xos marjonlar joy olgan. Xo'p, sizlarga taqdim etadigan videorolikimiz va ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Agarda kimda sotiladigan parrandasi yoki bo'lmasam chorva bo'ladigan bo'lsa, bizda reklama xizmatlari ham mavjud. Yuqorida kimda agar shu turdagi parranda yoki bo'lmasam chorvalar bo'lsa, bemalol reklama qildirish uchun bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va omon bo'linglar.